Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Avstraliya Uyg'urlari 2017 yildan beri tajovuzchi Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga qarshi har haftaning oxirgi kunlari Sidney shahar markazida norozilik namoyish edib berayotgan bo'lib, bu hafta Avstraliya Uyg'urlaridan vatanparvar fidokorlardan Yusuf Ajim Xitoyning qirg'inchilik siyosati va atalmish millatlar ittifoqining ilgari surish qonuniga qarshi norozilik namoyishi edib borgan. Vatan davası bulayotganda vatan davası qatnashmay namoz juma o'qigan namoz jumur muallaq qiladi dedi ya. Mana shunday ulug' bu vatan uchun vatan davası qilish. Shunga qarindoshlar, hammamiz o'zimizning qo'ldan keladigan davoni qilib, o'zimiz turayotgan davlatlarimizda jamiyat shaharlarimizdagi o'zimizda tashkilotlarning ovoz qo'shib zalim tajovuz qonxo'r Xitoyga bo'lgan kurashimizni davomlashtirishni qarindoshlar. Yalğız atning tengi chiqmas, tengi chiqsami dengi chiqmas degan gap bor. Shunga biz tashkilotlarimizning ovoziga ovoz qo'shib, zalim tajovuz Xitoyga qarshi bu namoyishimizni davomlashtirishni. Herkes suslab ketmaydi qarindoshlar. Bizga yordamchimiz Allah, faqat yordamni Allah qiladi bizga, sababni biz qilamiz. Shunga bu zalim tajovuz Xitoyga bo'layotgan qarshilikni kuchaytirib, o'zimiz turishlik shahardagi tashkilotlarimizga ovoz qo'shib, zalim Xitoyga qarshi mücadelemizni kuchaytirni. Namoyish maydonidan so'z qilgan Avstraliya Uyg'urlaridan Talg'at Apandi tajovuzchi Xitoyga qarshi qo'lidan kelgan har qanday vosita bilan kurash qilish va bu kurashni davomlashtirish har bir Uyg'urning majburiyati ekanligi haqida to'xtalib mundaq deydi. Yaqinda hammamiz bilganda qarindoshlar, bir yaqindagi qonunida bütün az sonli millatlar, bütün millatlarni birlik chaqirish va bir Xitoy bo'lish va Xitoy bir millat bo'lish nimasiga chaqiriq qonunni tanishtirib o'tirib qo'yganini hammamiz ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bu nimani bildirdi deganda qarindoshlar, o'zining kimligi, o'zining tili, o'zining dini va o'zining millatini qayrib qo'yib, bir millat bo'l, Xitoy millat bo'l. Bizga kelsa, Xitoy bo'lsa, Xitoyning tilini, ishonchisini, masalan, kommunizm ideyasini va bularning butkul nejis qiliqlarini qabul qilsa deganlik. Buningda hamda bu assimilyatsiya qilishninki eng cho'ng ustunlik ve besim bilen işiltip yo'qotish bu planidir. Xitoy doiralari majburiy millatlararo to'y qilishni tanqid qiluvchilarni jazolamoqda. Atalmish Şinjan Uyghur Abdunum rayonluq to'g'ri uchrashgansi e'lon qilgan uqtirishda Xitoy doiralarining millatlararo to'y qilish siyosatini tanqid qilgan bir ijtimoiy taratquy hisobotiga qarshi tadbir qo'llanganligi bildirilgan bo'lib, bu Xitoyning atalmish yangi qonun yo'l qo'yilgandan keyingi Sharq Turkistonda milliy kimlikni saqlab qolishning sadolarini bostirishning aniq dalili bo'lib hisoblanadi. Xitoy doiralari bu voqeani millatlar ittifoqiga buzg'unchilik qiladigan uchurlarni tarqatish deb atagan bo'lib, hisobot egasining ismi yoki millati tilga ilinmagan. Shundaqla e'lon qilgan konkret baholar uningga qanday jazo qo'llanganligi tilga ilinmagan. Xitoy doiralari uzundan buyon Uyg'urlar bilan Xitoylar o'tirsidagi millatlararo to'y qilishni ilgari surish uchun davlat tashviqoti, iqtisodiy e'tibor berish va boshqa tadbirlar orqali Uyg'urlarni Xitoylar bilan to'ylashga majburlab kelayotgan edi. Xalqaro jamiyat va Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilari bu xil siyosatlarni tanqid qilib, Xitoyning bu siyosatini Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va ularni o'zgacha milliy, madaniyat va diniy kimlikni ojizlashtirishning bir qismi ekanligini ilgari surib kelmoqda. Gözətçiler bu qatamlıq vaqening Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolish uchun qilgan eng oddiy tirishchanligining jinoyat hisoblanganligi, insoniyat tarixidagi eng ichinishli va dunyoning ko'z oldida yuz berayotgan oshkor bir qirg'inchilikning ifodasi. Muhojiratlik Uyg'urlar va xalqaro jamiyat bu qonunning texnik xatarlik oqibatlarini keltirmaslik uchun cho'qim qo'ldan keladigan har qanday vosita bilan qarshilik ko'rsatish kerak deyishmoqda. Reuters agentligi maxsus tekshirib chiqqan sun'iy suratlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharq Turkistonda qo'yib berish supisi okop, Alloh tugunlaridan tarkib topgan g'oyat zo'r harbiy ulaslar to'g'ri qurayotganligi ma'lum bo'lgan.
Reuters agentligi xabar qilgan harbiy ulastələr topi o'tgan 6 yilda Sharq Turkistonning sharqiy qismida qurib chiqilgan 2 dona 8 taraflik aslani markaz qilgan. Bu ishki asli qo'mal yadro boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalari rayonining g'arbiy janubiga joylashgan bo'lib, oraliqi ayrim holda taxminan 140 kilometr va 230 kilometr keladi ekan. Bu 8 tarafli qurilishning ichida xodimlarning yotoqlari va cho'ng tipdagi harbiy mashina to'xtash o'rni bor bo'lib, uning ikki tarafiga okop va qurol yaroq ombiri, shundaqla 8 tarafli qurilish bilan qo'mal yadro boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalarini tutashtiradigan aerodrom va temir yo'l tuguni joylashgan. Mazkur sun'iy hamroh suratlarini baholab chiqqan uch bexatarlik analizisi suratlarda yana elektronlik urush, sun'iy hamroh aloqasi va jang qo'mondonligiga ishlatilishi mumkin bo'lgan aslihalarni ko'ringan. Bu suratlar Xitoyning yetkilishchan boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalari va havo mudofaa boshqariladigan bomba bazalarini uzluksiz kengaytayotganligini, 80 dan ortiq qo'yib berish subsidiyadan foydalanayotgan bo'lish mumkinligini ko'rsatib bergan bo'lib, yaqinda Xitoyning Tekri makonda Amerika armiyasi taklif qilmagan g'oyat cho'ng nishonga ilish va manevr qilish maydonlari taqlidiy Amerika aviamarkasi qatorliqlar sun'iy hamroh tarafidan fosh qilingan edi. Mutaxassislarning bildirishicha, gerçi Xitoy armiyasi suvosti paraxotlari va aeroplanlardan yadro qurollarini qo'yib bera oladigan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistonga va Gansuga joylashgan boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalari Xitoyning yadro kuchining markazi hisoblandi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.